Assalomu alaykum do'stlar. Kunlar isib yana konditsioner muammosi. Bu Kia Carnival avtomobilimiz konditsionerlari umuman ishlamay qolgan ekan. Bir qator sistemaga havo qamab tochkalarini to'g'irlab, konditsionerlarni remont qilib ishlatib beryapmiz. Gazlarini ham bir yo'l sozlab, propan ekan. Filtrlarini, injektorlarini tozalab, gazlariga sozlanyapti. Oldi sistemasi bo'ldi. Konditsioner ishlari qoldi asosiy. Yana bitta avtomobilimiz Spark. Bu ham konditsionerga kelgan. Termostatlar yo'q ekan. Termostatini qo'yib, konditsionerlarni zapravka qilib beramiz. Bu changan avtomobilimiz. Injektorlarini tozalab, benzin nasoslarini to'g'irlanyapti. Xizmat bo'lsa kelib